Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Avto City YouTube kanalimizda ko'rishib turibmiz. Sotuvga bizga Hyundai Palisade kelgan. Vaziyatdan foydalanib YouTube uchun sizlarga obzor olyapman. Xo'p, mashinamizni kalligrafiya komplektatsiyasida bo'lgan eng oxirgi opsiya degani ko'rinishga bitta baho berib qo'yinglar, dizaynga bitta baho berib qo'ying. Menimcha negativ fikr tug'dirmaydi bu dizayn. Yoshga ham, yosh kattaga ham birga tushib ketadi deb o'ylayman. Shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Chiroyli, bachkanizm mashina umuman yo'q. Juda ham bahaybat ko'rishingiz mumkin. Gibrid motor to'g'risida hozir to'xtalamiz. Undan oldin dizaynga ham baho berib qo'yaverasiz. Diskamizni 21 razmerda Paolo Pirelli diskada metallika, ya'ni oq va to'q seriya rang ishlangan. Yurgan payt seriya joylari ko'rinmaydi, faqat oq ko'zi ko'rinadi. Mashinaga noodatiy vid berib qo'yadi. Xo'p, mashinaning uzunligini, razmerlarini videoning tepasiga qoldirib ketaman. Orqa tarafdan ko'rinishlari, dizayn go'zal, okey. Range Rover bundan oldingi upskasiga juda ham o'xshaydi orqasi. Baho berib qo'yishingiz mumkin. Ketdi, motorga o'tamiz endi. Bu brendni sifatida birinchi o'ringa qo'yadigan, zapchaska, servisga vaqt ajratgisi kelmaydigan odam tanlaydi. Mashinamiz gibrid 100 km ga 8 litr atrofida benzin sarfladi. Kapotda ko'rib turibsiz, 2,5 metrlik turbo dvigatel, ikkita elektromotor bor, 6 stupenkali коробка передач. Otkuchi 329 ta. 0 8 sekund, 7,5-8 orasida da gaz bosganingizda vorilab surib ketib qolmaydi. O'z Hyundai'dan adrenalin, emotsiya, drive kutish o'zi katta xato. Bu katta, komfortli, biznes klass crossover bo'ladi. Muhimi oilaviy. Oilangiz bilan 7 kishini olib tog'larga chiqishga zo'r mashina. Mening shahar ichida ham okey, 336 yetib ortadi deb o'ylayman. Lekin upravleniyasi yo'q, ho'kizmaslik bu okey. Aytganingizga kreatsiya ham bo'ladi. Manevrlarga mashina juda ham yaxshi. Xo'p, motor to'g'risida men hammasini aytib bo'ldim. Keyin salonga o'tamiz. Okey, salon qismiga marhamat. Ishning oltingiz bilan sizni juda ham qo'lga yoqimli bo'lgan nappa ko'zi kutib oladi. Ha, bu kalligrafiya bo'lgani uchun nappa ko'zi bor. Undan past komplektatsiyada ko'rasi oddiy bo'ladi. O'tirib ko'raylik. Meni bo'yim salkam 2 metr, 1.95 bemalol o'tirishim mumkin. Agar siz bo'yingiz mendan pastroq bo'ladigan bo'lsa, siz uchun mana bitta parok bor. Savdorki, u tarafdan o'tgan men bu mashinamizda nima opsiyalar borligini, kalligrafiya komplektatsiyasiga qanaqa opsiya kirishini ko'rsatib ketaman. Ketdi. Salon dizayniga bitta baho berib qo'ying, okey. Boshqa brendlar qaytarilmagan dizayn bu. Muhimi, qaysidir Xitoy brendlariga o'xshab, bu yerda bachkanizm yo'q. 3-monitor, qo'shig'i degan narsalar mashinaga qo'shilmagan. Ham strogi, ham noodatiy dizayn qilishga harakat qilishgan. Hyundai'da okalar. Xo'p, kalligrafiya komplektatsiya bilan undan past komplektatsiyalar farqlantirib ketaman sizga hozir, okey. Boya aytganimdek, nappa koja, stoyka alcantara, patologika material alcantara juda ham yaqin. Zamshi material ekan. Avtoparkovka bor mashinamizda. Mana daraxt elementli, mana temir elementli ko'rishingiz mumkin. Massaj, oldiki o'rindiqda bor. Yana bitta opsiyalar bor. Shu opsiyalar undan past komplektatsiyalarda yo'q, qo'shilmaydi. Aytganim mana ham bor. Kamera задний вида. Orqa Broadway deydimi? Boshqa opsiyaga keladigan bo'lsak, bu yerda 360 gradus kamera bor. Sifatga o'zida baho berib qo'yasizlar. 3D rejimlari ham bor. Baho deganda ham Broadway sifatini ko'rdim. Sifati lekin juda ham zo'r ekan. Premium audio sistema, Bose sifatli muzika eshitishingiz uchun, climate control oldida ikkita, orqada ikkita, отпечатка palitsiya bor shofir uchun. Misol uchun o'rindiqlarni, rulni o'ziga moslab to'g'rilab olasiz. Отпечаткani bitta bossangiz, aynan sizga moslab to'g'rilab beradi. Xo'p, elektroprivodda rulimiz, abagrev rullar bor, pressiyonni xatar displey ko'rishingiz mumkin. Oldiki o'rindiqda odamlarga lyuk bor, orqadagiligi ochiladigan panoramli lyuk bor. Xo'p, rejimga kiradigan bo'lsa Sardor asosiyini aytmadik-ku. Eco rejim, sport rejim, my drive rejim bor va xohlasangiz qor yuragan rejim qilsangiz bo'ladi. Pastda off-road yuragan rejim va sand bu cho'l yuragan rejim. Xohlaganingiz qo'yib haydab ketaverasiz mashinada. Orqaga o'tamiz endi. Okey, birinchi mashinasidan boshlaylik obzorni, orqa tarafi. Massajimni ko'rmagansiz sizlar. Vibratsiyani qarang. Yaqinroqdan olgan. Ko'ryapsizmi aka? Ikkinchisini yoqaman endi. Mayda vibratsiya. Mana. Oz ishlatdi sizlarga. Bunaqa masaj hech qaysi mashinada ko'rmagansiz, olib ketib ham bor. Tushirib qo'yamiz. Orqa o'rindiqlar ham kapitansiya ko'rishingiz mumkin. Bu yerda masaj, abduf, abagrev bor. Ikki pog'onali klimat kontrol, albatta boshqalar ekan. Oldida ham ikkita klimat kontrol bor. Orqa o'rindiqlar bor bu yerda. Yoshlar uchun katta odam sig'maydi.
обогревчение bor, konditsionerda havo chiqadigan joylari mana ko'rishingiz mumkin. Shorkalar ham bor, dachik slipozon. Orqa o'rindiqdagi odamlarga kerak emas, lekin buni qo'shib qo'yishibdi. Menimcha shoferga aytib turishdi, mashinaga yo'q deb chaqirib qolmaslik uchun. Xo'p. Bagajga o'tamiz. Menimcha hamma narsani aytib berib bo'ldim. Sardor shuni aytish esdan chiqib qolibdi. Nulevaya gravitatsiya deydi. Shuni bitta bosib qo'ysangiz. Sizga ko'tarilib, tagini avtomatikada chiqib ketadi ta'zi. Charchagan payt to'xtab, mana knopkani bosib, oke, uxlab olasiz. Maza. Ko'p Hyundai'da lekin bu funksiya bor. Yengil emas. Yetgancha Hyundai'da okalar bitta mashinaga davochi qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Lekin qo'shmagan. Lekin shart emas, chunki eshigi bitta yopilyapti. Bak obyomi 70-72 litr, 95 benzin qo'yganingiz yaxshi. Chunki bu turbo dvigatel. Turbina bo'lgani uchun. Hop, bagajga ham o'tamiz. Bagaj qismining obyomi 500 litr, lekin mana ikkita orqa 3-qator o'rindiq ham tushirib olsangiz 2000 litrga aylanadi. Keyin rejimdan ko'rsatib ketaylik. 3-qator, 2-qatorni regulirovka qo'yasizlar mana to'liq. Keyin o'tsamiz mana. Orqa bagajda shunaqa gaplar. Bular ham ketdi mana. Bu mashinaning gabaritlarini ekranga chiqarib qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Akalar, shu bilan obzorimiz tugab qoldi. Nimadir aytmagan bo'lsam, esdan chiqib qolgan bo'lsa, noto'g'ri aytib qo'ygan bo'lsam, bir xil funksiyalarni uzr so'rab qolaman. Xudo xolisa probegli kelib qolsa, aynan mana shu mashinani tezroq ham qilib, sizlarga yana bitta obzor qo'yamiz. Qiziqqanlar bu sotuvga tayyor 2026 birka bilan mashinamiz, 5 probeg, 85 ming domiz. Yana o'tib beramiz. Raqam qoldiramiz, ularni Instagram kanalimizga ham mashina sharh qo'yamiz. Sizga e'tiborga rahmat, salomat bo'linglar. Charchamanglar.